Ro'za Ramazon kunlarida shu taomdan oyijon va dadajonlarga tayyorlab bersanglar, duo olishinglar aniq. Birinchi bo'lib ishimizni tovuq go'shtidan kotlet tayyorlab olishdan boshlaymiz. Idishimizga tovuq go'shti qiymasi, piyoz, paprika, tuz solib hammasini yaxshilab aralashtirib, kotletlarimizni tayyorlab olamiz. Endi qo'limizga yoyib, eriydigan siri bir bo'ligini solib, kotletlarimizni tayyor qilib bo'lib, qizib turgan yog'imizda 200 ni qizartirib olamiz. Xohishga ko'ra yonida guruch yoki grechkadan garnir tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. Men guruchdan garnir alohida idishimizga qizib turgan yog'imizga piyozimizni solib yaxshilab qovuramiz. Ketidan qo'ziqorinlarimizni ham solib, suv chiqquncha qovurib olamiz. Suv chiqqandan keyin qaymog'imizni solib, tayyor bo'lgan kotletlarimizni ustidan terib, dimlab qo'yamiz. 15-20 daqiqadan so'ng mazali ovqatimiz tayyor bo'ladi. Yoniga garnirlarni qo'yib, chiroyli qilib dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Bu mazali taom uchun duo olishinglar aniq. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurechani qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.